Sharof Rashidov tumanidagi Jizzax viloyat axborot kutubxona markazida Info olib O'zbekiston 2025 14 milliy axborot kutubxona haftaligi doirasida Zakovat intellektual o'yini bo'lib o'tdi. Musobaqada kitobxonlar klubi a'zolari faol ishtirok etishdi. Aql zakovat va bilim bellashuvida Gryffindor, Intelligent hamda Cosmopolitan jamoalari o'zaro raqobatlashib, keng dunyoqarash, tezkor fikrlash va jamoaviy hamkorlik ko'nikmalarini namoyish etishdi. Har bir bosqichda ishtirokchilar o'zining bilim darajasi, mantiqiy fikrlash qobiliyati va ziyrakligini sinovdan o'tkazishdi. Musobaqa savollari tarix, adabiyot, geografiya, madaniyat, sport va zamonaviy fan yutuqlarini qamrab olib, o'yin jarayonini yanada qiziqarli va bahsli kechishiga sabab bo'ldi. Infolib O'zbekiston 2025 14 milliy axborot kutubxona haftaligi doirasida bir qancha tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Mana hozir axborot kutubxona markazimizda Zakovat intellektual o'yini tashkil etilgan. Bunday tadbirlar yoshlarni yanada bilim olishida, kitobxonlikka bo'lgan mehrini yanada oshiradi degan umiddaman va o'z ustida ishlashga juda ham katta yordam beradi. O'yinning yakuniy natijalariga ko'ra Gryffindor jamoasi eng yuqori natijani ko'rsatib, birinchi o'rinni egalladi. Cosmopolitan jamoasi esa ikkinchi o'rinni, Intelligent jamoasi uchinchi o'rinni qo'lga kiritdi. G'olib jamoalarga tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. Shu kabi ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar yosh avlodni ilmga, izlanishga va kitob o'qishga undab, ularning intellektual salohiyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.